diqqat bo'lmaslikni xohlayapsizmi fermada? U kam, bu kam, mollar suti kam. Yechimi bitta. Azizlar qadrdonlar, karmarazachiga olasiz. Bu nuqtadan uzil-kesil chiqib ketasiz. Qadamma-qadam rivojlanish kerak. Xo'jalikda hali o'zingiz lip 9, lip motorlar minib yuravermasdan chorvaga ham qarash kerak. Bitta akamiz video qo'ydilar. Nima? Hali BMWni X nechisini qo'yib, mollarda ahvoliga qarasangiz bardagizm bo'yotibdi. Azizlar qadrdonlar, sizlarga eng qulay bo'lgan Turkiyaning eng zo'r karmarazachiga, Turkiyaning любой nuqtasidan so'rashingiz mumkin. Italyanskiy reduktor, o'zini uskunasini orqasida turadigan kompaniya. Sizlarga men ko'ti mollarni tavsiya bermayman. Shuning uchun bemalol, bexijolat karmarazachilarimizni olishingiz mumkin. Xullas 10 ta pichoq bilan joylashtirilgan. Mana bu hardok deydi. Ko'rdingizmi? Bu yerda 80 santimetrlik joyi 2 qavatlik bo'ladi. Bu hamma karmarazachilarda ham kuzatilmaydi. Shuning uchun azizlar qadrdonlar, fermermisiz? Yaxshi texnika olmoqchimisiz? Men sizga Turkiyaning eng iyi makinasi har zamon Agzratni tavsiya beraman. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlar juda ham shikalat. 24500 dollar xayri bor albatta. Azizlar qadrdonlar, perchisleniya, naqd, plastik orqali savdo qilamiz. Chorvador do'stingizga tunu kun boshini ushlab turadigan do'stlarga yuborib